Assalomu alaykum. Said Akbaruz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, mana qaranglar. Xudo xolasa hamyonbop, cho'ntaqbop mollarimiz xudo xolasa yetib keldi Dilshod akamizga. Xudo xolasa hozir chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Ko'rib, qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, akalar mana mandaqalardan ham xudo xolasa yetib kelgan. Ko'ringlar akalar. Hop. 2026 yil 29 iyun sanasida hafta kuniga dushanba kuni video syomkalarimizni boshladik akalar. Mana xunojillarda da xolasa shu 90 santimetrdan 120 oshiq 120 gacha mollarimiz bor ekan. Manzilimiz Namangan, To'raqo'rg'on, Saroy, Shovondamiz akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Qalay, kelib aka? Ha, sekin o'zingiz charchab qolmadingizmi? Ha, rahmat aka. Nima desa bo'ladi? Mol olaman deb ichiga tuyib qo'ygan odamni ishini bitiraman deb aka bugun serob mol. Mol haqiqatan zo'r ekan mollar. Aka nima desa bo'ladi? Puli yengili ham bor. Aha. Puli o'ziga yarashasi ham bor, zotlisi ham bor, orasida hammasidan bor. Aka ashi katta bor. Ashini yetalab qo'yinglar. Hollarini tekdan yetalab, buncha molni yetalancha aka rolik ham juda ko'payib ketib qoladi. Nima dedingiz? Bo'ylar bu 20 plyusda. Ikkala ostini qaranglar. Osti ham o'ta zo'r mol aka. Hop. Aka 2 oylik bo'g'oz berdi. Bu ana olmasam aka, bo'g'oz variantidan. Aka qo'l soldi deb, apparat soldi. Tekshirganim yo'q. Nimaga 2 oylik narsaga hech narsa emas tushirib qo'yishi. Ha, to'g'ri, ag'i ham bor. Hop. Gumonga sotaylik. Aka xunojinni pulda sotaylik. Nima deysiz? Sot. Nima deysiz pulini? Pulini aka yengil aytamiz. 23 million so'm aka. 23 million. Aha. Bo'g'oz aka masalan 2 oylik to'z bo'g'oz bo'lsa tekshirtirsam, shu bolaga ziyon yetmasin deyapman. 27 million so'm narx qo'yaman aka. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Zo'r. Lekin mol badani o'ta zo'r, baquvvat mol aka. Aka oldi orqasi bir xil bo'ldi. Вообще zo'r aka. Gap bo'lishi mumkin. Aka, bunday narsa-da sizni kanalingizga постоянно ozon qo'yaman. 23 million emas, 22 million 500 ming telefon qilasiz, Said Akbardan chiqyapmiz deb. Bo'ldi, birinchi. Aka savdosini qilib beraman. Bor aka. Bo'ldi aka. Xudo xolasa akalar 22 million 500 ming bo'ldi, ketdi akalarni. Xudo xolasa akalar keyingisiga o'tamiz. Dilshodga bitta qo'yib beramiz. bo'yi 120 oshiq ekan-a? Ha, mana bu 20 plyus chiqadi aka. Mana bu 17 plyus chiqadi. Bo'ldi. Jupiga qancha qo'yib beramiz? Ana akalar. Aka, bu qorani ostini ko'rib qo'yinglar. Ayt, mashalloh. Zo'r ekan. Aka baquvton quyosh bag'ida ekan. Molga nisbatan narx yengil bo'ladi aka. Qani jupiga qancha? 34 million so'm. 34 million? 33 million 500 aka. Gap yo'q. Menga qarasangiz bo'ldi, narx tushiradi molni. Bunday qancha qarab qo'ying. 33 millionga telefon qilasiz savdo qilib bering aka, siz shu molni arzon qo'yishingiz yaxshi qo'ydim. 16 million 500. Akalar 16 million 500 mingdan 120 li qochmaga tayyor xunojillarimiz akalar. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Gap umuman bo'lishi mumkin emas. Negativga ham gap qolmadi bu yerda, Dilshod aka. Negativga umuman so'z ham qolmadi. Aka, mana 13 buni 14 chiqyapti bo'yi. Bir 12 plyusga olishsin. Aka, mashina ham ostini qarab qo'ying dedim, uni qaranglar. Bir olam. 3 oylik bo'g'oz garantiyada. Bu ham? Ha. Voy. Onasini emsan dedi-yu. Gap yo'q. Yonida katta, cho'nib yo'sam, andagilarning ovoz, kichkina emas. Yemdan ovoz sechilib ketgan ekan, 3 oy oldin urib qo'ygan ekan aka. Shundan keyin izg'imani qaytibdi. Aka, orqadan bo'g'ozliqni beryapti. Ya, yeling ko'chib qolgan aka. Bo'ldi. Pulini ayting. Puli xunojindan Xunojindan ham orzanding? Ha. Buzov narxida. Buzov narxida. Aka 16 million so'm. 16 million. Aka ikkita qo'ydi puli bo'ldi. Bo'ldi. Tug'ib bersa mol ikkita bo'ldi. O'tib beradigani bormi yo'qmi? Nimaga dengdi? Yo'q, nimaga dengdi? Hop. 16 milliondan Baxtiyornikini qo'ydim. Sal farqi bor edi. Mashina bor-ku. O'shani so'ramay o'sha narxga olishibdi bu narsani. Jo'natib beribdi. Mashina 15,5 ming jo'natib bera olasizmi? Hop. Aka 15 million 800 savdosini o'zlariga qilib beraman. O'zlariga o'tib bermasam bo'lmaydi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi baraka. O'shani sira telefon qilib aytdi, aka video chiqdi, yarim soatda sotdim aka, siz aytgan narxga qo'ydim dedi. Aka, buni 15 plyusda. Hop. Rasizga olib oladi. Yakkami bu? Ha, yakka. Hop, qancha puli?
Buni ham plozdan 15 million so'm aka. 15 million. Hı hı. Akalar bu mol chakana mol emas, lekin prosta aybi orora xolos. Aybi shunda. Do'ppisini qaranglar akalar. Yaxshi narxi bo'ldi. Aka bunday narsa. Bir oy boqsa chiroyli qilib, yem hashani berib tursa, mol 17 million indamay Oladi, oladi aka. 500 ming, 600 ming, 800 ming rasot, 100 dollar foyda bo'lmasa, Shunday. obunachilar ham biladi. Aka 15 million emas, 14 million 500 ga telefon qilsa, hayron qilib beraman. Bo'ldi gap yo'q. Mana shu 4 tasini bitta qo'yib beramiz aka. 1 2 3 4. 4 ta. Aka bitta shivetimiz bor orasida. Hozir aka, ashunda ko'rsatavering. Ko'rsat aka 4 tasi bittamidi? Ola sariq, ha? Oq, shved, uchpor. Qancha qilib berasiz bularni? Hop. 4 tasini bitta joyga 13 million 500 dan. 54 million. 54 million. Hop. Biri 5 dan biri 10 gacha olishyosin. Bo'yiga talishmayman. Bo'ldi gap bu. 13 million 500 ming akalar. Xayri ham bor, kami ham bor, Dilshod akaniki ham bor. Aka, Saidakbardan chiqdim deysan, bitta 13 million 500 ga tanlab olishadi Shvedda. Hop. 4 tani oldim deysan 13 milliondan ozgina xayrini qilib beraman aka. 13 milliondan ham xayri bor. 13 milliondan xayri bor aka. Bo'ldi baraka. Akalar mana narx o'ta zo'r bo'lyapti. Oqboshimizni deyapti. Juplabmi? Juplab. Buni semental. Aşı bolaga ham like bosib qo'yinglar, shunda aşı bolaga ham. Shavon charvoni admin aşı bola. Molla chiroyli mollar aka. Ayniqsa mana bag'dog'asini rangi chiroyli. Oyoqlarini ham qarang baquvvatligini. Mana ko'rib qo'yaman akalar, mana gibridni o'zimiz olmani, oq kiprik, oq pushtim shu. Mana olan oyoq qo'lini e'tibor beramiz akalar. Zo'r. Orqasidan ham bitta olib qo'yamiz. Aka buni pullari qanaqa? Zo'r bo'ldi. Pullar aka nimasi ular? Yo'q narx qo'yib 15 milliondan 30 million deb yo'q narx qo'yish kerak yo'q aka. 14 milliondan 28 million so'm. Bor. Xayri ham bor, kami ham bor, ha? Aka 27 million so'm. 27 million so'm. Ketdi 500 moqchi edim 27 ga. Bo'ldi. Zo'r. O'ta realni. Maqsad nimaga tasavvur qilyapsiz? Kuni siyapti obunachilar. Mollar charchatib qo'ymaylar deyapmiz. Aka mana shu 3 tasini qo'yib beramiz. Bo'ldi. Bittadan varaqlab qo'ying, bo'ldi. Hop. Birinchisi. Hop, Ikkinchisi gibrid. Uchinchisi ham gibrid. Uchtasi. Mollar gibrid, tashaki narxda qo'yamiz aka. Mana akalar, kalla boshlardagilar. Shoxlari ham anaqa moyshayib, sashayib ketmagan. Nima deymiz? 11 million 500 dan deymiz aka. Telefon tushib ketaydi hozir. Nimaga? 11 million 500 ming. 11 million 500 dan aka. Aytdimi, bizda faqat sotish niyat. Ikkala qo'lim ham zaynab. Bo'ldi baraka. Hop aka. So'ramayman men. Bunday narsa yana qilamiz aka. 11 million 500 ga birinchidan tanlab olishadi. Hop. Ikkovini oldim deysin, 32 million so'mga savdosini ham qilib beraman aka. O'zingiz ham siz axir. O'zimdan aka. Charchovdan emasmi? Aytdimi, xudo xolsa aka 30 soch molim bor bugun. Hammasini sotaman deydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka 1 metr 1 metrga olishyosin. 1 metr, hop. Ha? O'zimiz hashaka mol aka. Hop. 10 million 500 ga savdosini qilib beraman aka. Bo'ldi gap bo'lishi. Men so'ramayman sizdan. So'raydigan narx qo'ymayapsiz-da. Qo'ysangiz sirasi so'rayman. Mana bitta. 3 tasi bittami? Bittani qo'yib beraman, ikkitani bitta qo'yib beraman. Bo'ldi. Shved talaxdanmi? Ya, oqboshmi? Oqbosh. Hop. Kindigi bor variantida aka. Akalar mana kindikli variantidan. Kindiklarni ham aka tushunadi. To'g'ri. Aka bo'ylar 95 plyusga olishsin. Hop, 95 minus. Oyoq qo'li baquvvat ekan. Narxlar ham o'ta qulay aka. Qancha? 12 million so'm aka. 12 million so'm. Shuni bir haftaligini ham 1200 dollar deyapti aka. To'g'ri deyapsiz. Bo'ldi, 12 million. O'tib berasiz-a? Uni aka sindirib qo'ylik aka. Sindirib qo'ying. 11 million 800 so'm aka. Bo'ldi. Hayron ham. Qo'lim bo'shadi endi baraka. Bor. Akalar mana nima deyapti? Shved bilan mana oqboshni qaranglar. Mana shved, baribir shved mana qarang turishlarini. Bejirim turadi. Dilshod aka, jub qo'yasizmi? Ha, jub qo'yamiz. Narxi yo'q. Ha, narxi yo'q mollar. 15 milliondan qo'ysangiz ham egasi topilsa ketaveradigan narsa. Ketaveradi ham mollar. Lekin bizda unaqa narx yo'q-ku. 20 million so'm 500 mingga ketdi ikkitasi aka. 20 million 500 ming. 20 million 500 ga ketdi. Acha 20 millionga ketsin. 20 millionga ketdi aka. Ha, bo'ldi bani. Oxirisimi? Oxirsi. Bo'ldi bani aka. Hop, bunday qilaylik aka. Aytdimmi, maqsad sotish 19 million 500 ga ketdi aka.
Akam doim mana u sindiradi odamni. Qarang, 20 million so'rasam 19 million 500 deyapti. Qayda bu? Bosh aka qiladi o'sha ishni. Bunday narsada bozorda ham qidirib, izlab 10 milliondan olisholmaydi. Rasxodni ham To'g'ri. Hozir 9 million 750 dan bo'ldimi? bo'lyapti, uylarga yetib kiradi hamda Nuqta arg'amchi yo'l kira, uyda o'tirsalar bo'ldi, choyni ichib, ha? Darvozasini ekanoyi qo'rg'oni bo'lsa bo'ldi. Lokatsiya tashlagani joy. Aka bo'ldi, tugadi. Nima so'zlaringiz bor? Xo'p aka, shuncha mehnat qildik. Olishsa ham bo'ldi, olishmasa ham masalan tomosha qilib maza qilishgan bo'lsa aka narxlarga. Bittadan layk bosib qo'llab-quvvatlab tursa aka. Hop, mol olaman degan niyatda bo'lsa, telefon qilsa aka 24 ga telefon ishlaydi. Ishlayman bittadamiz aka. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi video roligimizni shu yerda yakunlaymiz. Hop, akamizning mehnatiga qolaversa, o'zimning mehnatimga bittadan layk turib, kommentariyaga iliq fikrlarni yozib qo'ysalaring biz o'ta xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda chiroyli holatda, yaxshi holatda yurtimiz, xalqimiz, qishlog'imiz, xonadonimiz tinch holatda, oramizdan xato bo'lmagan holatda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.